Bugungi darsligimizni stranitsa ulash. Stranitsa ulashni men kechroq tashlayotganimning sababi bor, o'ziga yarasha. Chunki sabablardan bittasi stranitsa ulashni 3 xil joydan ko'rsatmoqchi edim. Shuning uchun sal bu narsani kechroq tashlayapman sizlarga. Xo'p, mana Facebook'ni ochib olganimizdan keyin stranitsa bo'limiga o'tamiz. Sozdать stranitsa qilamiz. O'zi asli bu darslik 3-darslik bo'lishi kerak. Hamma e'tibor bersin bunga. Ko'pchilik endi menda ochishni bilgani uchun bu darslikni men вообще esimdan chiqarib yuborman, to'g'risi. Ana ko'pchilik baribir hozir so'rayapti, stranitsa ochish yo'qmi, deyishyapti, demak ular ham bilishadi. Xo'p, sozdать stranitsa qilib olamiz. Bu yerda bizada stranitsa и profil turibdi. Biz stranitsani tanlaymiz. Dalya qilamiz va boshlaymiz mana. Bizada создание страницы и название страницы turibdi. Demak, nom berib olamiz. Birinchi navbatda, misol uchun men aytaylik, birinchi navbatda men bu yerda o'rgatadiganim sizlarga nom berib olamiz. Nomni aytish mumkin, kelinglar, женский одежда bo'la qolsin. Nomi misol uchun fashion deb nomlaymiz. Fashion. Kategoriya. Kategoriyaga biz женский одеждani tanlaymiz. Одежда deb yozamiz. Magazin, одежда, magazin. Bu yerda mana. Bitta, ikkita tanlasanglar ham bo'ladi, buni farqi yo'q. O'zingizga bog'liq. Bitta tanlab qo'ysanglar ham yetadi. Buni hech kim ko'rmaydi. Faqat o'zingizga ko'rinadi. Ayollar kiyimi deb yozamiz. Ayollar kiyimi va aksessuarlari deb yozamiz. Mana bo'ldi. Bu yerda mana ko'proq ishimiz. Fashion woman deb yozamiz. Woman. Mana bo'ldi. Xo'p. Sozdать qilamiz. Bosganimizdan keyin mana sozdать qildik. Nimadadir tushunmasanglar so'ranglar обязательно. Mana. Endi bu yerga sayt yozishinglar shart emas. O'zingizlarning telefon nomeringizni yozib qo'yasizlar. Men 1100 yozdim. Bu yerda O'zbekiston tanlaymiz. O'zbekiston bo'ldi. Toshkent. Endi men o'zimni narxlarimni kirgizib qo'yganman. Bu yerga Gmail обязательно kirgizasizlar. Dalya tugmasini bosamiz. Bosdik. Bu yerga foto qo'yishinglar shart demayman, lekin qo'yib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ba'zi bir holatlarda menda shubhalanib stranitsalarni blok qilib qo'yadigan odati, kasali bor. Mana dalya. WhatsApp nomer shart emas, пропустить qilasizlar. Bo'ldi, dalya qilasizlar, mana ochildi. Mana yangi stranitsa ochildi bizda. Endi buni qanaqa qilib Instagramga ulaymiz. Instagramni ulashda 3 xil holati bor. Mana men sizlarga bittasini ko'rsataman. Mana stranitsada turibmiz. Stranitsada turganimizdan keyin настройкаga kiramiz. Настройкада pastga tushsanglar, pastroqda связанный аккаунт degan bo'limi bor. Shu joyda mana Instagramni ulaysizlar. Подключить аккаунт. Qaysi bir Instagramga ulamoqchi bo'lsanglar, mana o'zi chiqadi. Подключить bosasizlar, ketma-ketlikda mana kengisini ham ko'rsataman mana. Продолжить bosib turib, mana shu joyda chiqadi. Misol uchun men o'zimga ulamoqchi bo'lsam, mana mana shu yerga ulayman. Targeting bo'lib chiqib turibdi. Agarda sizlarda hech qanaqa hali ulanmagan bo'lsa, o'sha odamni parol loginni yozib turib ulab olasizlar. Bu bitta usuli. Endi ikkinchi usulini aytib ketaman. Ikkinchi usuli bu yerdan chiqamiz. Ikkinchi usuli bu Ads Manager'ga kiramiz va bitta maqsadni tanlaymiz. Misol uchun aytaylik, misol uchun vовлеченность tanladik. Vовлеченность tanladik. Mana shu joyda новый gruppaga o'tamiz. O'tganimizda mana stranitsa turibdi. Mana shu stranitsa turibdi. Bu yerda mana hali Instagramga bu yerda ulangan, mana shunaqa joyda ulanmagan turadi. Mana xuddi WhatsAppga o'xshab подключить profil bo'lib turadi. Mana shuni bitta bosasizlar,
ketma-ketlikda hamma narsasini to'ldirib ulab qo'yasizlar. Bu ikkinchi usul edi va uchinchi usuli Instagram orqali ulasanglar bo'ladi. Mana bugungi darsligimiz shundan iborat. Savolinglarni bemalol bersanglar bo'ladi. Kanalda o'zimni lichkamni yozib qoldirganman.